muş orunlu bizni cem buluşukta şerait hazırlap vergen bizni muş hizmetke muvaffak kılan Cenab-ı Allah'a hamd etişiren. Demek ki bizim muş orunlu cem buluşumuz nurgun tosalgulağa duş geliş arkalık tosalgulağını yenip ötkendinkin Ya ummetel İslami mecduk yuklamu ve idha istakenti ve len yekune senu'zamu la yestelimuki inne rabbeki hafizun فالحفظ للقرآن ليس لأنتم يا أمة الإسلام مجدك يكلم وإذا استكنت ولن يكون سنعزم لا يستلمك إن ربك حافظ فالحفظ للقرآن ليس لأنتم Mening ismim İsa Savut. Men Gollandiyada yashayman. Gollandiyada 10 yil bo'ldi. Men Gollandiyadagi Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatininki Ma'rif mas'ullik vazifasini o'tayapman. Men bu qatimqi qarindoshlik uchrashishiga alohida taklif bilan kelib qatnashdim. Ham kelib bu yig'inni ko'rgandan keyin yig'indan nihoyatda yaxshi ta'sirotlarni oldim. Yig'inninki o'rinlashtirish tartib ham o'rinlashtirilgan o'rin jihatdan nihoyatda muvofiq o'rin tanlangan ekan. Ham meni so'yindirgan yeri yig'inning kun tartiblari ichida bizning Sharq Turkistonliklarning ehtiyojini qondiradigan mavzular ko'p o'rinlashtirilgan ekan. Bu tarafi meni nihoyatda so'yindirdi. Buning ichidagi diqqatimni tortgan mavzularningki birisi bizning Uyg'ur doktorlarining o'z millatimizdan bo'lgan Uyg'ur doktor mutaxassislarning kelib leksiya so'zlaganligi bu meni to'liq so'yindirdi. Men buningdan burunmi bundaq yig'inlarga Yevropada qatnashgan edim. Biz o yig'inlarda ko'pincha vaqtlarda chet ellik mutaxassislarning leksiyalarini anglab yig'inni tugatdik. Bu qatimqi bu yig'inning bu uchrashishninki alohida farqi ko'pinchisi Uyg'ur mutaxassislarning Uyg'ur doktorlarininki bergan leksiyasi bo'ldi. Ham bu leksiyalarmi nihoyatda unumli, nihoyatda markazlik fikrlarni o'tirg'i qo'yib qalbimizni yayratdi. Ham qalbimizni yayratish emas, bizning ozodlik yo'limizda ba'zi narsalarga yo'l ochdi desakmi bo'ladi. Albatta meningki menga bu leksiyalarning ichida eng ta'sir qilgan leksiyalarni ikki leksiya ta'sir qildi. Birinchisi qarindishimiz Abdusalomning, ya'ni Avstraliya Islom jamiyati raisi qarindishimiz Abdusalomning tashviqot va uning islom dinidagi islom dini bilan bo'lgan aloqasi degan mavzusi nihoyatda diqqatimni chekdi. Uningdan keyin doktor Erkin Akramning strategiya to'g'risida bergan leksiyasimi shundaqla bu leksiyaning ichida Sharq Turkistonga aloqador bergan ma'lumotlari meni bak so'yindirdi. Buningga qarata mening fikr talablarim bunda uchrashishlarningki yilda bir qatim bo'lishi, buningki Turkiyada bo'lishi albatta muhim. Ama şunun bilan birga boshqa mamlakatlardagi Sharq Turkistonliklarmi mushuningga o'xshash uchrashishlarni, mushundaq uchrashishlarni namuna qilgan holda mushundaq uchrashishlarni elib berishini ham buningga o'xshash uchrashishlarni arilarga qisqartib qo'ymasdan buningga ayollarni so'rab kirishni, ya'ni ayollarga mushuningdek uchrashishlarni uyushtirilishninki muhimligini his qildim. Ularga bo'lgan qarshim
ularninki muhim o'zrisi yo'q turib bu yerga kelmagan qarindoshlarimga deydiganim sizlar ko'p narsalardan quruq qoldinglar, ko'p ma'lumotlarni kallanglarga qachilamadinglar. Endi buningki bu hozirgacha bunday yig'ilishlarga qatnashmagan bo'lsanglar, albatta bu yig'ilish oldimizdagi yillarda yana mushu oy kunlarda o'rinlashtirish imkoniyati bor. Buningdan keyingi yig'ilishlarni sizlar bexotlik qilib o'tkazib atmay, bunday yig'ilishlarga kelib mushu yig'ilish orqali o'zimizningki mengayotgan yo'lininki mohiyatini to'liq tushunishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Qurban, familiyam Xoli. Men Norvegiyadan keldim. Men bizningki Norvegiyada boshqa ma'rif jamiyatiga tava tashkiloti yo'q. Bizda bir Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazi deb bir Bergenda bir qarindoshlarimiz qurgan bir tashkilot bor. Men shu ma'rif va hamkorlik jamiyatining taklifiga asosan 4-qatimliq qarindoshlar uchrashuvga qatnash qilib bu qatim keldim. Bu qatimki 4-navbatlik Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi degan bu yig'in asosiy maqsaddan ilib etganda bu Alloh va Allohning payg'ambarining Qur'on Karim va hadislarga uyg'un holdagi musulmonlarning hammasi qarindosh degan qonuniyatga asosan yig'ilgan bir qarindoshlik uchrashuvi bo'lganligi uchun men bundan intayin qattiq ta'sirlandim. Chunki biz bu uchrashuv orqali Allohning bir buyrug'ini ijro qilgan holatda turyapmiz. Shuning uchun buni zo'r darajada faxrlanish tuyg'usi menda to'xtamay o'rib turyapti. Bu qatimki yig'inda ko'plagan leksiyalar bo'lyapti. Hozir to'xtamay guruhlar uchun muzokaralarni olib beryapmiz. Buningda asosiyatni hammasigidek ta'sir qilyapti. Lekin bugungi Oblikimxon Mahsum hojimninki bizningki aqida masalamiz to'g'risida so'zlagan leksiyasi Uyg'ur musulmonlarningki nima qilish kerakligi, bizningki islom yo'lida mengayotgan, hatto madrasalarda 10 yildan 30 yilgacha oraliqda ilm egallagan ilm egalarimizning Alloh va Allohning payg'ambari Qur'on hadisining yo'lida qanchalik darajada mengayotganligi to'g'risida o'zimizni dangsab ko'rishimiz, har doim o'zimizningki qanchalik darajada Alloh yo'lida xizmat qilgan yoki qilmaganligimiz to'g'risidagi qimmatimizni bekitishimiz to'g'risida so'zlagan leksiyasi meni alohida ta'sirlantirdi. Bu yig'inimizningki maqsadi temasidan chiqib turdi. Qarindoshlik uchrashuvi degan yerda qarindoshlarning uchrashuvi deganning o'zi islomda payg'ambar alayhissalom har qanday bir musulmon o'zaro qarindosh degan. Biz qarindoshligimizni joriy qildirish uchun davomli bizning aqidamizni kuchlantirishimiz kerak. Bizning hozir bu yig'inda ta'kidlayotgan mazmunning asosiy maqsadi bu. Xitoy terrorchi hukumati vatan ichida bo'lsa bizning xalqimizni umuman dindan jiroqlashtirish uchun nurg'un tadbirlarni qo'llanib, bizningki mehr shafqatimiz qarindoshligimizga zo'r darajada ziyonkashlik qilib, vatan ichida aroq sharob yo'llarga boshlash, san'at jihatga, aysh ishratga zo'r darajada xalqimizni jalb qilish orqali bizdagi islomiy ruhni so'zlashtirib, islomdan jiroqlashtirish orqali bizningki qarindoshlik
mehr muhabbetimiz ve Xitayga bo'lgan zo'r darajadagi kuchimizni ojizlashtirish yomon niyatini ijro qilib kelyotdi. Vatan sirtida bo'lsa turkumlab xoin jasuslarni chiqarish orqali yanada shu bizning qarindoshligimizningki zo'r darajada kuchlanib Xitoyga bo'lgan qarshiligimizningki ishib ketishidan qo'rqqanligi uchun buningki tub manfaati bo'lgan islomiy yadroni parchalashga urinib har xil shikoyatilgan gaplar orqali islomga ziyonkashlik qilib shu yo'li orqali bizningki qarindoshlik mehr muhabbatimizni so'zlashtirib islomdan yiroqlashtirish taktikasi orqali o'ziga bo'lgan zo'r darajada qarshilik kuchni yo'qotib bizni parchalashga urinyotdi. Shu munosabat bilan bizning bu uchrashishimizning o'zi shu terrorchi Xitoy hukumatiga nisbatan zo'r darajadagi bir qarshilik kuch bo'lganligi uchun men bundan nihoyatda xursand bo'lyapman. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musulmonlari aqidamiz Allohga bo'lgan e'tiqodimizni, aqidamizni kuchlantirib, mehr muhabbatimizni kundan kunga oshirish orqali Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshiligimizni har tarafdan bildirishimiz kerak. İsmim Anvar. Hozircha Yevropaning Shvetsiyada turaman. Menga kelgani 5 yil oldi yerda. Men bir tijoratchi. Asosiy men o'sha kompyuter va telefon tijorati bilan shug'ullanaman. Men bu yerga 2 kun keyin chiqdim ba'zi sabablar bilan. Meningki bu yerga chiqib algan eng yaxshi menga yoqqan leksiya bir Türk birodarimizningki kelib uning oldida u birodarimiz so'zlashning oldida Erkin efendim siyosiy kelgusidagi strategik siyosiy plan to'g'riliq so'zlagandan keyin u birodar so'zli turib shuning so'zligini yig'ib aytib hamma narsaning bir plani oldu. Allah Taala oxirida kelib Allah Taala'ning plani eng ustun degan bir yig'inchoqlab shuni dedi. Shu menga eng ta'sir qilgan narsa bo'ldi. Chunki biz mayli qanchalik harakat qilaylik, Allah taqdir qilib qo'ygan harakat ichida harakatlanamiz va shu Allah taqdir qilgan vaqtda shu harakatimiz ham amalga oshadi. Assalomu alaykum. Men Angliyadan kelyapman, Londonda yashayman. Mana shu ismim Ahmad Hoji. Ma'ridarnikiniki o'sha qironjig'ini anglab birodarlarning uchrashishi, qarindoshlarning uchrashishi. Jonli munosabatlar mavzum ketishim bir tashkilotga oid emas. Bu yig'inda dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan ko'rishgan bo'ldik. Istanbuldan chiqqan, ya'ni Turkiyadan kelgan qarindoshlar bilan ko'rishgan bo'ldik, tanishdik. Bir qarindoshlik qaynashmasi bo'lgan bo'ldi. Ta'sirat nihoyat yaxshi bo'ldi. Programmalar hammasi nihoyat obdan o'rinlashtirilgan. Endin yemi nihoyat havoliq, kallamizni aram aldığaç, bütün g'amini jiroq qo'yib o şekilde birbirlerimizle dostluk, birodarchilik ve şunu olan birlikte ibadetlerimiz mi, ten terbiyelerimiz ve top oynaş degandek bunun hammasi nihoyat yaxshi ko'ngillik elib berildi. Elbette bo'lib mı leksiyaning ichida eng ta'sir qilgani bizning Uyg'urlar arasida bir dinga da'vat ishlarining elib berilishining tavsiya qilinishi. Chunki Uyg'urlar nihoyat dindan yiroq qolgan, mayli vatan ichida bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, din bizning muqaddas bir ma'bubimiz, ya'ni bizga berilgan Allah tarafından berilgan cho'ng ne'mat, buni qadrlashimiz kerak. Şuna İstanbul'da yakınımızda elip berişini plan qilgan dini davet, özra qarindoshlar orasiga dini davet programmasi men ona ayta qo'llashimga erishdi. Şu andaki programmalarning tartibi, mazmunidan aytganda ayta yaxshi o'rinlashtirilgan. Bir narsa etiganda biraz bek etiganda qo'pab ketib Arlıqda programma tazcanlıq men vatqanda uyqu besib ketgan ahvol oldu. Mumkin eğer plan o'zgartirilsa deyilib qolsa, mening fikrim shu atdiganda namoz bandatga ulgurib qopab, namozni o'qib olgandan keyin program boshlansa, shu arliqda bir soat
uxlab olish imkoni bo'ladi ekan. Kunduzda andoq bak hammadan uyqu besib ketmasligi mumkin degan qarashda. Qolgan tarafdan hamma programmalar nihoyatda mukammal o'rinlashtirilgan. Buningga kelar yil bu shaklda bo'lsa, hech qanday bir kamchilik bor deb qaramayman. Assalomu alaykum. Men o'zim Istanbuldan qatnashyapman. Mush ma'rif jamiyatiga jamiyatning yanında har vaqt endi bu bo'lyapman. Qarindoshlik do'shurishdan qatnashishdan ko'p xursand bo'ldim. Birinchidan dunyoning har qaysi yeridan kelgan do'stlarimiz bilan barabar bo'ldik. Ana xuddi vatandoshim yashagandek 5-6 kunning yaxshi kayfiyat ichida, xushallik ichida yashayapmiz. Do'stlarimiz bu yig'ilishning qarindoshlik, bu 4-navbatda qarindoshlik yig'ilishini ya kayfiyatini bilinmaganlikdan ya nima uchun kelinmagan buni bilmadim. Ammo do'stlarga shuni tavsiya qilamanki, har vaqt do'stlarimizning bu kelib va qatnashib o'zining bir kelishtirish, o'zining bir kayf va yani bir Turkistonlik, bir musulmon qarin Turkistonlik bo'lish bilan hammamizning kelishini tavsiya qilaman. Har vaqt bu kelib verdi do'stlarım bir tanışışdan ibaret. İkinci qilmoqchi bo'lgan mas'uliyati o'zining bir musulmonning ustiga, ya'ni Uyg'ur musulmonning ustiga tushgan mas'uliyatni qanday ado qilish yo'lida bir fikr qilish, barabar bo'lishini umid qilaman. Agar do'stlar buni bilsaydi, hammasi kelgan bo'ladi. يا أمة الإسلام مجدك يكلم وإذا استكنت ولن يكون سنعدم لا يستنيمك إن ربك حافظ فالحفظ للقرآن ليس لأنتم يا أمة الإسلام مجدك يكلم وإذا استكنت ولن يكون